keng qilib qurilgan sifatli xonadon qidirayotgan bo'lsanglar, sizlar uchun yangi obyekt topib qo'yganman. O'rtoqlar, biz hozir Qahramon postidan kirganinglarda Hoji ota masjidini shundoqqina orqa tomonda joylashgan 4 sotix maydonga tushgan mana shunaqangi burchakda uyimizlar sotilyapti. Xo'p, o'rtoqlar, ikki yon tomonda ham zilionli zonalari bor. Kirish darvozaxonamiz bo'lyapti. Mana bu yoqda bo'lsa, kirish eshigi ham ishlab ketilgan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, to'liq ma'lumotlarini bilib olsanglar bo'ladi. Kirish eshigimizga o'rtoqlar kirganda sizlarni mana shunaqangi holat kutib oladi. Kengina hovli qilib ishlab qo'yishibdi. Uyimizning fasadi mana shunaqa ko'rinishda bo'lyapti. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Mana bu yoqdan yerto'laga tushsak bo'ladi. Bu yoqda alohida hovli uchun sanuzil ishlab ketilgan. Asosiy uyga kirishimizdan oldin men sizlarga mana bu yoq tomonimizni ko'rsatib bermoqchiman. O'rtoqlar, bu yoq tomonni ham ko'rsatib beraman. Bu yoqda darvozaxonamizga bemalol mashinalarni joylashtirsanglar bo'ladi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Kirish eshigdan kirganda sizlarni taxminan mana shunaqa holat kutib oladi. Ikki yon tomonda xonalarimiz bo'lyapti. Mana bu yoq tomonda mehmonxonamiz joylashyapti. Kattagina, keng qilib ishlab qo'yilgan. O'ng tomonda bo'lsa, bizlarni bitta spalniyamiz kutib oladi. O'zini garderobnisi mana bu yoq tomonda bo'lsa, alohida yuvinish xonalari ishlab ketilgan. O'rtoqlar, bu yoq xohlasanglar, bitta yosh oila bo'lsa, o'ziga yana bitta alohida joy qilib bersanglar bo'ladi. O'zini mehmoni, bu yoqda o'zini spalniyasi, xohlasanglar, yosh katta onaxon otaxonlar uchun ham xonadon qilib bersanglar bo'ladi. Eshikdan kirganda mana shunaqangi kattagina hol qismi kutib oladi. O'ng tomondan boshlaymiz. Bu yoqda ayollarimizning sevimli xonasi, oshxona. Mana shunaqangi ranglar va mebellardan foydalanib qo'yishgan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Bu yoq tomonimizda bo'lsa, birinchi qavatimizdagi katta bitta mehmonxonamiz joylashyapti. Mana shunaqangi yorqin ranglardan foydalanishgan. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar, o'rtoqlar. Hammamizga nasib qilsa, mana bu ko'rayotgan joylardagi eshigi 100% tayyor qilib uy egalari tomonidan qo'yib beriladi. Bu yoq tomonimizda bo'lsa, birinchi qavatimizdagi родительский spalniyamiz joylashyapti. O'zini alohida sanuzellari bilan. O'rtoqlar, bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Bu uyimiz uy egalari o'zligisi uchun qurilgan, lekin ayrim sabablarga ko'ra sotilyapti. Bu yoqda bo'lsa, birinchi qavatimizdagi sanuzel. Ana endi yuqori qavatni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatdamiz o'rtoqlar. Zindan shundoqqina ko'tarilganinglarda sizlarni mana shunaqangi kattagina keng hol qismi kutib oladi. Bir boshdan ko'rsatib beraman. Bu yoq tomonimizda ikkinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzel bo'lyapti. Uning yonida bo'lsa, bitta xonamiz, bu yog'i bolalar xonasi sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Uning yonida bo'lsa yana bitta xonamiz bor. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Menga eng yoqayotgani mana bu hovlimiz bo'lyapti. Kattagina, keng qilib ishlangan. Mana shu hovlimizda ham mana bu ko'rayotgan hamma xonalarda ham radiator, ham отопление tizimlari ishlab turibdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas va bizda oxirgi xonamiz родительский spalniyamiz o'rtoqlar. O'zingizlar ko'rib bitta baho berib, fikringizni kommentariyada qoldirasizlar. Mana bu yoq tomonda bo'lsa, o'zining alohida sanuzellari ham joylashtirib qo'yilgan. Yerto'laga tushganmiz, o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin. Kattagina keng yerto'la ishlab qo'yishgan. Bu yog'i xohlasanglar qanaqadir ishlab chiqarishlarni mo'ljal qilsanglar bo'ladi. Bu yoqda kotelniy, отопление tizimlarimiz joylashgan, eng so'nggi texnikalardan foydalanishgan. Bu yoqda ham alohida katta bitta xona ajratib qo'yilgan. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Videoni shu joyda yakunlaymiz. Uy ko'rasizlar, o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Yana bir marta eslatib o'taman. Biz hozir Qahramon postidan kirganinglarda Hoji ota masjidini shundoqqina orqasida joylashgan 4 sotixli xonadonni sizlar bilan birgalikda video obzor ko'rib chiqdik. O'rtoqlar, endi eng qiziq joyi mana shu ko'rayotgan uylarga $330,000 so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar, kelishiladigan joyi bo'ladi. Bu startoviy narx, albatta. Uy egasini raqamini qoldiraman. To'g'ridan-to'g'ri murojaat qilaverasizlar. O'rtada hech qanaqa makler bo'lmaydi. Sizlar bilan uy ko'rdik. Bizdan uzoqlashmanglar.